Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli aziz obunachilar, musofirdagi yurtdoshlar. Mana navbatdagi darvozamizda Tojikiston Respublikasi Isfara shahriga akka o'rnatib berdik. Bu darvozamiz haqida qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. 2 qavatli lazer lisli darvozamiz bo'ldi. Ko'rib turganlaringizdek, stoykasi o'zida bo'ldi, faqat stoykaga o'zimiz nima qilib qo'yib berdik joyiga. Ko'rishingiz mumkin. 2 qavatli ikkilik listlardan profillari 6x4 1.7 stenada bo'ldi. Listlarimiz 1.8lik ikkilik listlardan foydalanildi. Mana bu oqlariga e'tibor bermasdan, faqat bu nerjaviki, qora nerjaviki. Egasi remontdan olamiz ijtimoiy. Ko'rishingiz mumkin. Juda ajoyib holatda bo'ladi. Zamoklarimiz har doimdek bir zamok. Ochilib yopilishini ham ko'rishingiz mumkin. Juda ajoyib holatda bo'ladi. Xizmatlarimiz xudo xolasa Tojikiston, Qirg'izistonga ham xudo xolasa yo'limiz ochildi. Qirg'izistondan kuzatuvchilarga ham tavsiya qilib qolamiz. Bemalol O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikiston bo'ylab dastavka ustanovka xizmatlarimiz mavjud. Albatta voha tomonlarga ham dastavka ustanovka xizmatlarimiz mavjud. Bu darvozamiz kichkina eshikchasi 3 metrga, balandligi 270 bo'ldi. Narigisi 1 metrga 270 ga bo'ldi bu eshikchamiz. Kvadrat metri 1.200.000 so'mdan boshlanib 1.400.000 so'mgacha tayyorlab beriladi. Bu darvozamiz 1.300.000 so'mlik variantda tayyor bo'ldi xudo xolasa. Mana orqa tomonlarni ham ko'rishingiz mumkin. Orqalari mana bunday tekis holatda bo'ladi. Juda ideal holatda kelib urinadi xudo xolasa. Faqat eski joy bo'lgani uchun jinda perikoslari bor. Bu perikoslari bo'ladi ekan eski darvozalarda. Albatta zatorlarimiz ichki zatorlik juda ideal holatda mana oldiga ochiladi. Mana holatda bo'ladi. Atveska ajoyib holatda o'rnatildi. Bundaqa yopiq. Ana yopilishdan ham hozir biz ko'rib o'tasizlar, albatta ko'rishingiz mumkin. Mana shu holatda bo'ladi, xudo xolasa. Kimgaki shunday darvozalar qiziq bo'lsa, albatta kommentariyada o'zlaringiz qoldirishlaringizni so'raymiz. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lasizlar degan umiddamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, Allohga omonat bo'linglar. Bizga ishonch bildirib, chet mamlakatlarda ham, qo'shni respublikalarda ham xizmat ko'rsatishimizga sababchi bo'layotgan akalarimizga Alloh rozi bo'lsin. Shunday xizmatlarga hamisha tayyormiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.